Assalomu alaykum barchaga. Bugungi o'yinlarimizni boshlab oldik. Xudo xohlasa bizda ikkita uchlik komandalar o'zaro fight amalga oshiradi va o'yinimiz ham boshlandi. Kamina Kamtarin Pro Invest shu matchni sharhlab boradi. YouTube kanalimizda yangi obunachilar ko'rsatyapmiz. Albatta obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bu bizga albatta kanalimiz rivoji uchun juda ham zarur. Sardordan yaxshi klach. Sardor Erkinov, To'xtaboy ko'p komandada o'yinlarni amalga oshirmoqda. Sardordan navbatdagi 3-ochko komandaga yozilmoqda. Nargi jamoada hozir bir kishi o'yinni tark etgan va mana bu narsa men uchun juda ham yomon. Bu o'yinchimiz o'z formasini almashtirish jarayonida. Ko'ramiz, formani almashtirgandan keyin o'yin qobiliyati qanchalik oshishi mumkin. Ikki paytda hozir deyarli ochkolar ustunligi sezilgani yo'q. Real Sam yaxshi chiroyli o'yin ko'rsatmoqda. Uning hisobida 2 ochko va uning Qorbaqaskar jamoadoshida 3 ochko. Yaxshi. Paytda bizda birinchi komandada ham bir kishi adashmasam o'yinni tark etdi. Yo'q. To'xtaboy o'yin tark etish ehtimolligi bor, ko'rinmayapti vaqtinchalik. Ikkiga 2 fight amalga oshirmoqda. Mana bu o'yinlar har doimgidek random shaklda tanlab olingan o'yinchilar, hech qanday ma'lumotga ega bo'lmagan o'yinchilar orqali uyushtirilmoqda. Chapdan Sardor shakni eshitmadi va o'zining ham joni oz qolgandi. Real Sam tomonidan o'z hisobiga yozib qo'yildi. Real Sam ham yo'qotildi. Real Sam jamoasi ustunlikni o'z qo'liga oldi. Hozirda Qorbaqaskar ham yaxshi harakatlanmoqda. Real Samning hisobida 8 ochko. O'yin davom etmoqda. 2ga 2 fight va har ikkala jamoadan bir kishi o'yinni tark etdi. Mayli 2ga 2 bo'lsa ham o'yinni oxirigacha chiroyli yakunlamoqda va o'yinchilar bilan navbatdagi yangi matchni ko'rishimiz mumkin. Hozircha faqat birinchi kun o'tkazilgan TDM lobby matchlarida ketma-ket jamoalarda biz ikkinchi o'yinni tashkil eta oldik xolos. Qolgan o'yinlarda faqat bir martalik va jamoa oxirida ko'p o'yinchilar o'yinni tark etishdi. 11-16 farq. Real Sam 11 ochko uni kuzatish kerak albatta. Yaxshi qisqagina zajim bo'lsa ham dushmanni yo'qotdi va o'z hisobiga yozib qo'ydi. Tarafdan va uning ustiga bosib keldi Sardor va o'z hisobiga yozib qo'ydi. Aytib o'tganimdek, mana shunday matchlar keyinchalik tanlov orqali turnir shaklida o'tkaziladi va turnirlarda Jahon tomonidan UFC taqdim etiladi. Albatta, UFC lobbilar kurash va o'ziga xos vibe bilan o'tkaziladi. Hozir shunchaki o'ynayotgan o'yinchilar ham yanada o'z o'yinlarini ko'rsata olsa,
keyinchalik planga navbat ochilgan allaqachon. Birov ingliz planida ko'rinishlari mumkin bo'ladi. Videolarga like bosib, kommentariyada o'z izohlaringizni yozib qoldiring va qanday yanada mana shunday o'yinlarni qaytarib, qaysi kartalarda o'yinlarni olib borish haqida fikrlaringizni yozib qo'ying. Ochkolar farqi anchalik kattalashdi. Hozirda 12-25 ochkolar farqi. Real Sam hisobida 19 ochko. Real Sam sherigini yo'qotdi va o'zi ham Sardor tomonidan yopib yuborildi. Real Sam jamoasi qo'shilmayapti, lekin ba'zi xatoliklarni amalga oshirmoqda. Keling narigi komandada Erkinovning o'yinini kuzatamiz. Erkinovning hisobida 5 ochko va o'z jamoadoshiga yordamlashish kerak albatta. U noto'g'ri harakatlar bilan o'ynamoqda. E'tibor qiladigan bo'lsa, ochiq payt, lekin ochiq paytda ham damage'lar dushmanga ta'sir etmayapti. Real Samdan chiroyli avemda zarba. O'yin o'z nihoyasiga yetish uchun 3 daqiqadan ko'proq vaqt bor. Sardor tomonidan qurbaqasiskar yo'qotildi. Real Sam shoshilmayapti. O'zining ham joni juda oz qolgan. Erkinov bu narsadan foydalanishi mumkin. Erkinov noto'g'ri harakat. Erkinov to'g'ri pozitsiyaga joylashish kerak men nazarimda. Mana bu o'tayotgan spreylar juda ham xato yo'nalishda bormoqda. Chap tarafdan Shak, u sezmayapti. Real Sam aylanmoqda. Yaxshi, Real Samni o'z hisobiga yozib qo'ydi Erkinov. Erkinov chapdan ko'p tezlik bilan o'z pozitsiyasini egallab, sherigiga cover tursa yaxshi. Mana shunday. Hali ham jamoalarda yaxshi pozitsiya va qaysi jamoa yutar ekan. Real Sam yaxshi sakrash va spreylar to'g'ri yo'nalgan va Erkinovning o'z hisobiga yozib qo'yishga sabab bo'ldi. Mana shu yerda cover qilib turish kerak. Real Samda hech qanday joni qolmagan. Yaxshi Erkinov. Sardor tomonidan qurbaqasiskar yo'qotildi. 5 ochko hozir Real Sam jamoasining ehtimoligi bor. Real Sam jamoasi anchalik favoritlikni qo'ydan boy bermoqda. Qurbaqasiskar qonga chiqolgan. Erkinov bu narsani tushungani yo'q. Hali chapdan va u jazolandi. Sardorning hisobida 21 ochko. Yuqoridan kuzatamiz. Qani qanchalik pozitsiyalarda o'ynashmoqda o'yinchilar. Erkinov qurbaqaskarni hisobiga qo'ymoqchi edi, lekin afsus bunday bo'lmadi. 1 ochko va oxirgi ochkoni kim qo'lga kiritar ekan? Real Sam.
katta ehtimollik bilan Realdan qo'lga kiritishi mumkin. Qurbaqaskar oxirgi ochkoni Qurbaqaskar o'z komandasiga yozib qo'ydi. Bugungi matchimiz mana shunday natijalar bilan yakunlandi. Keyingi videolarda ko'rishguncha kanalga obuna bosib, videolarni qo'llab-quvvatlab, like bosib, kommentlarda izohlarni yozib qoldirishingizni so'rab qolaman.